Kutu supardana kutumu kutu kutu supardana kutumu kutu. Shunday qo'shiqlarim trendga chiqib ketyapti. Barchaga assalomu alaykum, hammaga xayrli kun, tun. Aziz do'stlar, biz bugun metro To'plistondamiz. Naq bozor bilasizlar. Bozordan shunday pastga jirsangizlar, naqda Diana degan kafe bor. Ko'pchilik biladi, ko'pchilik kelib qirjinglagan, men ham kelib qirjinglaganman. Shu yerda bir yangilik bor. Kamerachani yo'qol. Yana. Ana buni laqay reper deydi. Ko'z ko'rishak. Ana bu Navruz Allohron. Ertamindan kechgacha birga edik-ku. Videoda ko'rish modda qo'y. Gap yo'q. Bekovdan tashqari yana bir chotki mamaning devonasi bor. Madina Bonu degan. Suratini qo'yib qo'ydik, ko'rdingizmi aynan? Ertaga 3 tasining konserti aynan. Gala konsert aynan. Shunday Suxan klassidan shu yerda bo'laman. Birga almashtirdi. Men faqat dist almashtiraman. Laqay repermi? Navruz Allomurodov va yoki Mama. Tak что metro To'plistonda kutib qolamiz. Kengizlar birgalikda nima deydi? O'yin kulgi qilamiz, Didor g'animat kelib, o'yin kulgi qilib xursand bo'lib ketasizlar. Ko'pchilikka qiziq bo'lishi mumkin. Vixit qancha deyishi mumkin. Vixit qancha qilamiz? Qarashda o'zing ax. Ha? Qarashda o'zing. Mamalarga bepulmi? Bilmayman, o'zim qara. Mamalarga bepul. Tak что aynalar nima deydi? Babalar qolib ketmasin. Vaqt hamma konsertdagiday 1000 rubl. Bo'ladimi 1000 rubl? Ko'p emasmi? Bo'ladi. 1000 rubl ayna kelasiz, o'yin kulgi qilasiz. Faqat ertaga 25-aprel, ya'ni juma kuni 9:00 da amaliyot. Adres metro To'pliston, nerda 3-vixit ekan, naq ko'rsating. 3-vixit, narigi Targov Center Prince Plazaning oldidan chiqib, shuna qiyalab do'lon ekanlar, mana shuni o'tib borsangiz, ayna Diana kafe shu pastda ayna. Tak что men gapimni gapirib qo'yim, siz bir salomlashing. Assalomu alaykum aziz muxlislar, assalomu alaykum hammaga. Nasibsa ertaga yana juma kuni 25-aprelda 9:00 da restoran Dianada hammalaringizni kutib qolamiz. Laqay reper Navruz Allomurodov va Madina Bonu. Jaqshirib jirganlar chiqaramiz axir. Chiqadi ekan-da. Chiqadi. Jaqshirib jirgan. Jonli basasan. Jonli. Dimalakim kutuni aytamiz endi. Ayni kutu degan qo'shiq ham chiqqan. Kutuni ham aytamiz. Tak что kutib qolamiz aziz do'stlar. Ko'p gap eshakka juk degan gapim bor. Barchangizni ertaga soat 9:00 da kutamiz. 9:00 da boshlaymiz. Kechikmay kelingizlar. Biz aksar gapirdik qosag'ira. O'zi jaqshirib jirgan ekan bu. Tak что aziz do'stlar, kengizlar, aynalar kutib qolamiz. Sizlarni bilan Didor g'animat qilganimizdan xursandmiz ayna. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling, nomardga muhtoj bo'lmang.